Tövəndə ötüldiğən dərsimiz hər xil tort bezəkləri üçün, yəni qat-qatlarını çaplaş üçün işlətildiğən kirim qaymaq tayyorlash usuliye. Bu kirim qaymağımızın tayyorlash üçün ketadigan materiallar aq erisi, aq erisidan 350 gram. Anından keyin mau Badal şirketininki özgən qaymağıdan 1 korobka. 1 korobkasi bunun 1 kilo keldi. Anından keyin susuz, mana aqosh rangda kelgan seriq maydan 2 kilo. Bunun ketadigan materiallar mana shular. Bu kirim qaymağımızın işləş basqıçıga kelsak, biz ən avval bu 2 kilo seriq meyimizni, tuzsuz bu seriq meyimizni bu xildagi köptirish aparatı, yəni aylanglarda bar bo'lgan köptirish aparatlarının yordamida oppoq yumshoq holatga kelguncha buni bir qor o'zini yolg'iz holatda yumshatib köptirib olamiz. Mana bu seriq meyimizni mana köptirish aparatiga to'kib oldik. Buni endi biz tez xuddi yumshoq holatga kelguncha köptirib olamiz. Mana bu seriq meyimizni bir qor köptirib yumshoq holatga ekib oldik. Endi biz buning ustiga erisini to'kib olamiz. Mana bununla aq erisini töküp aldık. Biz endi bu köptirish aparatını yana aylandırırız. Muşu aylanish jarayonida biz tort qaymağını biroq quyib etmaymiz. Muşunga asta eqitib turib, quyib birga köptiramiz. Mana shu holatda mana shunda eqitib turib birga köptiramiz. Mana ko'ringlar. Biroq quyib etmaymiz. Yandan eqitib turib köptersak bo'ladi. Mana bu kirim qaymağımızı tayyor qilib oldik. Mana buni undan ko'p degan vaqtimizda bu intayin yumshoq holatdagi bir xil qaymoq bo'ldi. Ham intayin yeyishlik holatda bir qaymoq bo'ldi. Endi mishadi yana bir eskartib qo'ygan bir nuqta bor. Agar endi mana biz shakar solmadik, mana tatlılık darajasini texnik yuqoriroq ko'taramiz deb o'ylasanglar, erisdan yana bir quta, ya'ni 350 gram qetibsanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa eris qatmay, shakar unidan 300 gramdan 200 gram qadar qetib yana qaytib ko'ptiribsanglar bo'ladi. Men endi shu o'zimning hozirgi ko'pdagi holatimdagi tatlılık holatini bo'ladi deb qaradim. Agar endi tatlıqqa texnik ehtiyojinglar bo'lsa, ya eris qatsa, yoki bo'lmasa 300 gramdan shakar uni qetibsanglar bo'ladi. Mana bu kirim qaymağımızı köptirib tayyor qilib oldik. Mana ko'ringlar, shunchalik yumshoq holatda. Endi biz buni har xil qat-qatlarni chaplash, tortlarning to'plariga gul chiqarish, andan keyin bulkalarning orasiga ilish, ya'ni pavfularning oralariga ilib, har xil bezaklar uchun ishlasak bo'ladi. Bu yasalgan kirim qaymağımız, mana bu kirim qaymağımızda mana xil holatdagi mana gullarni chiqarib foydalanishdan bo'ldi. Mana atrgullarni chiqarishdan bo'ldi, mana ko'ring. Demek, bu kirim qaymağımızda odatdagi tortlarni, ya'ni tug'ilgan kun tortlarini bezashga uygun keldi. Mana ko'ring. Intayin chiroyli. Buningga oz nisbat rang berib olsak, bu texnik nafis holatda chiqadi. Shuning bilan bu darsimiz tamom tushunmagan yerlar bo'lsa, yana davomli so'rasanglar bo'ladi. Xayr xo'sh.